Assalomu alaykum bilimdonlar. Bugun sizlar bilan eng qiziqarli savollarga birgalikda javob topamiz. O'zingizni sinab ko'ring. Nechta savolga to'g'ri javob bera olasiz? Boshladik. Dunyodagi eng baland bino qaysi? Eyfel minorasi, Burj Xalifa yoki Imperiya shtati binosi? Burj Xalifa eng baland bino. Dunyodagi eng kichik qush qaysi? Kolibri, chumchuq yoki qarg'a? Dunyodagi eng kichik qush bu kolibri hisoblanadi. Dunyodagi eng katta okean qaysi? Atlantika okeani, Hind okeani yoki Tinch okeani? Dunyodagi eng katta okean bu Tinch okeani. Eng tez yuguradigan quruqlik hayvoni qaysi? Arslon, gepard yoki ot? Gepard eng tez yuguradigan quruqlik hayvoni. Maydoni bo'yicha eng katta davlat qaysi? AQSh, Xitoy yoki Rossiya? Rossiya dunyodagi eng katta davlat hisoblanadi. Dunyodagi eng uzun daryo qaysi? Amazonka, Nil yoki Mississippi? Dunyodagi eng uzun daryo bu Nil daryosi. Yer yuzida nechta qit'a bor? 5 ta, 6 ta yoki 7 ta? 7 ta. To'g'ri. Quruqlikdagi eng katta sut emizuvchi hayvon qaysi? Fil, ko'k kit yoki jirafa? Quruqlikdagi eng katta sut emizuvchi hayvon bu fil. Dunyodagi eng katta cho'l qaysi? Sahara, Gobi yoki Arabiston cho'li? Sahara. Eng katta materik qaysi? Afrika, Osiyo yoki Yevropa? Eng katta materik bu Osiyo. Eng ko'p aholi yashaydigan davlat qaysi? Xitoy, Rossiya yoki O'zbekiston? Xitoy eng ko'p aholi yashaydigan davlat. Eng katta orol qaysi? Madagaskar, Borneo yoki Grenlandiya? Grenlandiya eng katta orol. Eng katta vulqon qaysi? Krakatau, Mauna Loa yoki Etna? Mauna Loa eng katta vulqon. Eng yorqin yulduz qaysi? Quyosh, Sirius yoki Polaris? Sirius eng yorqin yulduz. Eng chuqur okean nuqtasi qaysi? Bermud, Tonga yoki Mariana butig'i? Mariana butig'i. To'g'ri. Eng katta ko'l qaysi? Kaspiy, Baykal yoki Viktoriya? Eng katta ko'l bu Kaspiy. Eng qalin o'rmon qayerda joylashgan? Yevropada, Avstraliyada yoki Janubiy Amerikada? Eng qalin o'rmon Janubiy Amerikada joylashgan. Eng tez uchadigan qush qaysi? Lochin, burgut yoki qaldirg'och? Lochin. Eng sovuq materik qaysi? Antarktida, Amerika yoki Osiyo? Va albatta bu Antarktida. To'g'ri bolajonlar.